Mana, harbiy xizmatda bo'lgan 5 ta futbol yulduzi va birinchi raqamdagi o'yinchi shunchalik ekstremal mashg'ulotni o'tganki, bunga ishonish qiyin. 5-o'rin Zlatan Ibrahimovich. Shved giganti deyarli harbiy tuzilmali yoshlar dasturlarida ulg'aygan. Bu intizom, ruhiy chidamlilik va raqobatbardosh tabiati uning butun karyerasini maydon ichida va tashqarisida shakllantirdi. 4-raqam Paolo Maldini. AC Milan afsonasiga aylanishidan oldin u Italiya majburiy harbiy xizmatining bir qismini o'tagan. Bu kamroq tanilgan davr uning burch hissi, mas'uliyat va tabiiy yetakchilik qobiliyatini mustahkamladi. 3-o'rin Granit Xhaka. Shveysariyada harbiy xizmat majburiy. Professional karyerasi to'liq xizmat qilishiga to'sqinlik qilsa-da, Xhaka milliy majburiyatlarni bajarib, futbol va fuqarolik burchini muvozanatlashtirdi. 2-o'rin Muhammed Salah. Misrda harbiy xizmat majburiy. Salah futbol faoliyati tufayli harbiy xizmatdan ozod qilingan, lekin u muntazam rasmiy marosimlarda qatnashib, o'z mamlakati qurolli kuchlari bilan kuchli ramziy aloqani saqlab kelmoqda. 1-raqam dengiz piyodalari bilan juda qattiq 3 haftalik tayyorgarlikni o'tagan jahon yulduzi. Uning mamlakatida xizmat odatda 2 yilga yaqin davom etadi. Lekin u tarixiy xalqaro turnirda g'alaba qozongach, maxsus ruxsat olgan. Bilasizmi u kim? Fikringizni izohda qoldiring.